joyimizga qanday qilib Telegram kanalimizda silkasini YouTube kanalimizga o'rnatishni o'rgataman. Undan oldin kanalimga kirib like buttonga bosishni unutmanglar. Qani ketdi. Birinchi bo'lib Telegram kanalimizga kiramiz. Undan keyin nusxalab olamiz Telegram kanalimiz havolasini. Keyin chiqib ketamiz. Brazilga kiramiz. Bu yerga yozamiz. Studio shu so'zni yozasizlar. Nuqta YouTube mana shu kirib ketadi. Studio orqali shuni bosasizlar. Keyin biroz kutamiz. Keyin mana chiqdi. Keyin mana shu yerda qalamchani bosamiz. Men oldin o'zim Telegram kanalimni silkasini o'rnatganman. Mana shu yerda mana havola kiritishni bosamiz. Kiritasizlar. Keyin shu yerda nomni yozasizlar. Telegram kanalim deb yozasizlar. Keyin bu yerga silkani qo'yasizlar. Keyin qanida mana shuni chop etishni bosasizlar. Chop etamiz. Keyin biroz kutamiz. Bo'ldi. Endi chiqib ketamiz. Keyin YouTube kanalimizga kiramiz. Kanalimizga o'tamiz. Biroz kutamiz. Mana kanalimizga o'tamiz. Mana ko'ryapsizlar. Yana ikkita bo'lib ketdi. Bittasini o'chirib yuboraman. Mana shuni bossalaringiz o'zidan o'zi Telegramga kirib ketadi. Mana bizga kelgan kanalimiz. Mana sizlarga aytayotganim, mana shu mening kanalim bo'ladi. Har xil modlarni Minecraftda 1.21.51 versiyaga mos keladigan modlar bor. Kirib obuna bo'lib qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'lardim. Bugungi videomiz o'z nihoyatiga yetdi. Sizlar bilan bo'ldi Minecraft show. Like buttonga bosishni unutmanglar, komment yozishni unutmanglar. Xayr.